qancha muddatdan keyin jinsiy hayotga qaytishi mumkin? Juda ham qiziqarli savol. Ko'pchilik patsientlarimiz buni berishadi. Agarda bemorlarimiz yurak operatsiyasini o'tkazgandan keyin 6 hafta o'tib, ya'ni suyakli birikib, yarali birikib olgan holatlarda ikkinchi qavatga ko'tarilayotganda hansirab qolmasa yoki 500 metr yurgan vaqtida hansirab qolmasa, jinsiy faoliyatni davom ettirishi mumkin bo'ladi. Buning uchun o'rtacha 6 hafta o'tishi kerak bo'ladi, 1,5 oyga. Klapan protezi qancha vaqt xizmat qiladi? Ikki xil protezlar bor, mexanik metalik protezlar bor. Bu klapanlarimiz 20-30 yil yoki bir umr xizmat qilishi mumkin. Agarda u to'g'ri olib boriladigan bo'lsa, varfarin umrbod ochiladigan bo'lsa. Ikkinchi xil klapanimiz biologik klapan bor, turi, markasiga va qanaqa tayyorlanganiga qarab turib, unaqa klapanlarimiz 10-15 yil, 20 yil xizmat qilishi mumkin bo'ladi. Yurak klapani almashtirilgandan keyin umrbod qon suyultiruvchi dorilar ichiladimi? Agarda u metalik mexanik klapan bo'ladigan bo'lsa, umrbod ichish kerak bo'ladi. Agarda biologik klapan almashtiriladigan bo'lsa, unda boshida 3 oy qon suyultiradigan dori ichiladi. Agarda aritmiyasi bo'ladigan bo'lsa, keyin vaziyatga qarab ichish davom ettiriladi yoki to'xtatilishi mumkin. Yurak operatsiyalaridan keyin necha foiz holatlarda o'lim xavfi ortishi mumkin va u nimaga bog'liq? Zamonaviy respublika ixtisoslashtirilgan klinikalarda bajariladigan bo'lsa, bu ko'rsatkich 1% dan 3% gacha bo'lgan holatlarda kuzatiladi. Nimaga bog'liq degan savolingizga, u operatsiyaga kelgan bemorning yuragini holati o'z vaqtida kelganmi yoki o'tkazib yuborib kelganmi? Operatsiyadan turlari og'ir operatsiyalarmi, yengil operatsiyalarmi? O'sha bajarilgan vaqtiga qarab turib 1% dan 3% gacha rezultatlar, ya'ni natijalarimiz kuzatiladi.